Yandex Market endi O'zbekiston. Uzun market bilan komissiya logistikalarni bitta solishtirib chiqamiz. Bundan tashqari Yandex Market bo'yicha fikrimni aytaman. O'zi tovar topshirishimizga bizda 5 ta etap bo'ladi. Birinchisi bu registratsiyadan o'tishimiz kerak. Rossiyaning eng mashhur bo'lgan MP-Stats analitik seriyasi hali ish boshlanmagan. Sklad bo'sh turibdi. 1% ga tushadi. Agar men 1 oyda 1 marta pul yechadigan bo'lsam, Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda katta yangilik bilan bo'lishmoqchiman. Rossiyadagi eng yirik marketplace'lardan biri Yandex Market endi O'zbekiston. Va men bu xabarni eshitishim bilan birinchi yukimni topshirishga qaror qabul qildim va Yandex Marketda omborxonasiga keldim. Bugungi videoda sizlarga qanaqa qilib yukni topshirish kerak, ketma-ketligini ko'rsatib beraman. Undan tashqari Yandex Market bo'yicha fikrimni aytaman va uzun market bilan komissiya logistikalarni bitta solishtirib chiqamiz. Agar siz ham Yandex Marketda savdolarni boshlamoqchi bo'lsangiz, albatta bu videoni oxirigacha ko'ring. Umid qilaman, juda ham foydali bo'ladi. Videoni asosiy qismiga o'tishimizdan oldin bitta rejam bilan bo'lishmoqchiman. Qanaqa desanglar, YouTube'dagi videolarni yanada sifatli qilmoqchiman. Rossiyadagi kontentlarga o'xshashini xohlayman. Buning uchun menda jamoa bo'lish kerak va mablag' ajratishim kerak. Mablag' bo'yicha xudo xolisa muammo bo'lmaydi. Jamoaga keladigan bo'lsa, eng top ekspertlar, o'zining sohasi bo'yicha content makerlar, video makerlar, ular har doim puldan tashqari o'zi proyektda o'zi qiziq bo'lish kerak ularga. Proyektni kelajagi bo'lish kerak. Shu uchun sizlardan bittagina iltimos, meni videolarim ko'pchilik obuna bo'lmasdan ko'rar ekan. Obuna bo'lib qo'yishinglarni so'rayman va like bosib, izohlarda ko'proq ma'lumotlar va o'zingizlarning fikringlar bilan bo'lishinglar. Shunda menga ham oson bo'ladi kuchli ekspertlarni o'zimning jamoamga jalb qilishga. Ana endi asosiy qismga o'tamiz. O'zi tovar topshirishimizga bizda 5 ta etap bo'ladi. Birinchisi bu registratsiyadan o'tishimiz kerak. Registratsiyadan o'tish uchun men sizlarga havola tashab qo'yaman. Videoning tavsifida bo'ladi va kommentariyada bo'ladi. Albatta o'zingizlar ham o'tib, sotuvchi bo'lib ro'yxatdan o'tishinglar mumkin. Dogur shakllantiriladi, undan keyin kartochka yaratamiz. Kartochka yaratganimizdan keyin ishlash usulimizni tanlaymiz. FBI sistemasi bo'yicha yoki FBS sistemasi bo'yicha o'zimiz tanlashimizga haqlimiz. Va undan keyin yuk xatini shakllantiramiz, shtrix-kod shakllantiramiz va qadoqlaymiz. Va oxirgi 5-etapda biz postavkaga zayavka olib, omborxonaga tovarimizni topshiramiz. Omborxonaning lokatsiyasini videoning tagida va kommentariyada qoldiraman. Albatta sizlar ham o'tib kelishinglar mumkin bo'ladi. Marketplace'da savdo qilib muvaffaqiyatga erishish uchun eng asosiy omillardan bittasi bu to'g'ri tovar tanlash va sellerga bunda analitik servislar yordam beradi. Rossiyaning eng mashhur bo'lgan MP-Stats analitik servisi hozirgi kunda uzun marketda savdolarni tahlil qiladi. Tahlil natijasida seller eng daromadli trend bo'layotgan tovarlarni topa oladi. Raqobatchilarni analiz qiladi. Narx va reytinglarni kuzata boshlaydi. MP-Statsni 10% chegirmada xarid qilish uchun mana referal havolama orqali ro'yxatdan o'ting va Ruzmatov promokodini tering. Hali ish boshlanmagani. Yani sklad bo'sh turibdi. Yani biz birinchi emas ekanmiz, baribir, lekin ko'pchilik hali bilmayapti o'zi nima ish qiladi deyapti. Ya'ni xodimlar o'zi qayerga tovarlarni topshirish kerak. Yandex Marketga tovar joylashtirish uchun registratsiyadan o'tish, kartochkani yaratish bo'yicha alohida video oldim. Bu videoni mana bu yerda ko'ryapsizlar. Bemalol o'tib, shu YouTube kanalimda bemalol o'tib, ko'rib, tanish chiqib, har bir qadamni ketma-ketlikda qilib chiqishinglar mumkin. Yandex Marketda uzun market bilan agar komissiya, logistika xarajatlarini solishtiradigan bo'lsa, agar men xuddi shunaqa blender sotsa, bizda qanaqa xarajat bo'ladi? Uzun marketda 17% sotilgan narxdan 17% komissiya ushlab qoladi va logistika uchun 8000 ushlab qoladi. Yandex Market esa komissiya 14,5% bo'lyapti va logistikaga 6000 so'm ushlab qoladi. Lekin Yandex Marketda yana qo'shimcha xarajatlari bor. Ya'ni zakaz uchun har bir SKUga 28 so'mdan pul olib qoladi va undan tashqari pulimni yechganligim uchun foiz bor. Masalan,
har kuni pul yechadigan bo'lsam bu 2,5% bo'ladi. 1% ga tushadi. Agar men bir oyda bir marta pul yechadigan bo'lsam 1% ga tushadi. Endi bunaqa agar hisoblaydigan bo'lsa, Yandex Market bilan Uzum Marketni komissiya xarajatlari deyarli bir-biriga yaqin. Yandex Market ozgina xarajat kamroq qilamiz Yandex Marketni savdo qilsak. Lekin undan tashqari Yandex Marketni biz uchun ustunlik tomoni nimadaki, biz pulimizni har kuni yecha olamiz. Men misol uchun aytaylik, 2,5% lik eng qimmat tarifini olsak, pul yechish bo'yicha biz bugun sotilsa tovarimiz ertasi kuni pulimizni yechib, yana tovarga tikishimiz mumkin. Uzum Marketda bu imkoniyat yo'q, ya'ni Uzum Marketda 10 kun kutishimiz kerak. To'g'ri, kutmaydiganlar ham bor, ya'ni har kuni, lekin biz bu sotuvchilarga kirmaymiz. Shunga Yandex Marketda shu tomoni yaxshi. 2,5% to'lab har kun pulimizni yechib va pulimizni aylantira olamiz. Nimaga Yandex proyekti yaxshi, muvaffaqiyatli bo'ladi degan fikrim bor. Sababi mana Rossiyadan kelgan marketplace'lar o'zi bir nechta. Wildberries kelgan, Ozon kelgan, lekin juda shov-shuvli reklamni kompaniyalar ko'rmayapmiz. Mana Yandexda O'zbekiston aholisida ishonch bor, foydalanishadi va foydalanish tajribasi bor aholida. Bu biznesda juda ham katta ahamiyatga ega. Va Yandex Marketdan tovarlarni xarid qilishga ham ko'p vaqt ketmasdan tez ommalashadi degan fikrim bor. Sizlar qo'shilasizlarmi shu fikrimga? Kommentariyada izoh qoldiringlar. Videoni yakunlaymiz. Xulosa qiladigan bo'lsa, Yandex Marketga birinchi kirgan sotuvchilar albatta yutadi. Sababi Yandex Market reklamaga ko'p xarajat qilishni boshlaydi. Shu uchun agar endi marketplace savdo qilishni reja qilayotgan bo'lsanglar, albatta Yandex Marketga kirishni tavsiya qilaman. Va mana shu videoga o'zingizlarning fikringizni kommentariyada savolinglar bo'lsa yoki izohlar bo'lsa, albatta yozib qoldiringlar. O'qib chiqib javoblar beraman. Hamma bilan Xudo xolasa yana ko'rishamiz. Sog' bo'linglar.